Hazratni juda ham ko'p tushimda ko'rardim. Hazratimizni Alloh subhanahu va taolo Allohu akbar. Shakl shamoillarni ham qarang. Qanaqangi bir go'zal xilqatda yaratgan. Buni hamma xalqimiz e'tirof qiladi. Va ovozlaridagi. Masalan, men ovozlarni o'zini men ovozga qiziqqanligim uchun ovoz toni deyiladi-yu. Dar haqiqat mana bugunlik kunda deya orada taqlid qilaman. Yonimdagi shogirdlarim Allohu akbar. Hazrat davom eting, yana davom eting. Bu muhabbatdandir.